Ushbu 50M 355 GB davlat raqam belgili Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchi tomonidan avtomashinasida Uychi tuman hududida xavfli manevrlarni qilib, qolmishiga transport vositasiga ruxsat etilmagan migalka chiroqlarini o'rnatib harakatlangan holati video tasvirlarga olinib, ushbu video tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari tomonidan haqli e'tirozlar kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Xodimlar tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ma'lum bo'ldiki, avtomashina allaqachon jarima maydonidan joy egallab ulgurgan. Buning sababi esa haydovchi o'zining sho'xliklari oqibatida yo'l transport hodisasiga uchragan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Men o'zimning nomimdagi Nexia 2 avtomobilda Yorqo'rg'onda migalka qo'yib, xavfli manevr qilib yurdim. Yaqinlarda tengdoshlarimizdan bunaqa qilib yurmasliklarini so'raymiz. Uzr so'raymiz bunaqa qilib yurganimizga. Qat'i bunaqa holat takrorlanmadi. Gay xodimlar tushuntirishdi, bunaqa qilib yurmaslikni, kerakli xulosani chiqardi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan so'rab qolamiz. O'zingiz uchun belgilangan yo'l tartib qoidalariga qat'iy amal qiling. Zero yo'l o'yin maydoni emas.